Bilol 25 yoshlarda kelishgan bir yigit edi. Ismini bobosi qo'ygandi. Bilol Habashiy kabi bo'lsin deb. Ha, ovozi Hazrati Bilolniki kabi chiroyli edi. Lekin ovozini halol bo'lmagan joylarda ishlatardi. Bilol konservatoriyada o'qirdi. Yagona orzusi mashhur qo'shiqchi bo'lish edi. Bilol ashula aytishni boshlaganida butun universitet atrofiga to'planardi. Ovozi juda ham chiroyli edi. Bilolni o'qishda yurmagan qizi qolmagandi. Hamma qizlar unga oshiq edi. Bu narsa Bilolga ham juda yoqardi. Bir kuni universitetning hovlisida do'stlari bilan o'tirgandi. Yonlaridan boshdan oyoq odob timsoli bo'lgan bir qiz o'tib ketayotgandi. Shu qizni hech ilintira olmadik-da. Juda ham qaysar qiz. Lekin shunga yarasha chiroyli ham, dedi do'sti. Bilol bu paytda ham do'stining gaplarini eshitib, ham oldin hech ko'rmagan bu qiziga boshdan oyoq qarayotgandi. Qiz juda ham chiroyli hijobda yerga qarab o'tib ketayotgandi. Bilol do'stlariga qarab, "Men bu qizni ilaman", dedi. Do'stlari esa, "Qo'y, orzu ham qilma. Bu qiz hech kim bilan gaplashmaydi, hatto qayrilib ham qaramaydi", dedi. Bilol esa, "Kelinglar, garov o'ynaymiz", dedi. Ertasi kun Bilol ismini ham bilmagan bu qizning orqasidan ta'qib qila boshladi va qiz yolg'iz o'tirgan paytda yoniga keldi. "Kechirasiz, siz bilan gaplashsak bo'ladimi?" dedi Bilol. "Yo'q, gaplashishimiz uyg'un emas", deb qiz o'rnidan turib ketdi. Bilol qiz bilan tanishishga 2-3 marta harakat qildi, lekin hech o'xshamayotgandi. Do'stlari esa uning ustidan kula boshlagandi. Bilol do'stlarga uyat bo'lib qolmasligi uchun hamma narsani qilardi. U bir kun do'stlariga, "Qiz bilan tanishdik, hozir sevishyapmiz. Faqat qiz sir bo'lishini xohlayapti", dedi. Lekin do'stlari ishonishmadi. "Isbotla", deyishdi. Bilolga ajoyib fikr kelgandi. Ertasi kun yana qizni ta'qib qilayotgandi va yolg'iz o'tirganida yoniga bordi va gapirishni boshladi. Qiz yana o'rnidan turib ketayotganida Bilol qizga qarab, "Men namoz o'qishni xohlayman. Menga o'rgatasanmi?" dedi. Qiz to'xtadi va Bilolga qarab, "Hech do'stlaringiz yo'qmi namoz o'qiydigan? Yoki bir imomning yoniga boring, u o'rgatadi. Men sizga namozni o'rgata olmayman", dedi. Va qiz ortiga qarab ketayotganda Bilol, "Alloh rizosi uchun", dedi. Qiz to'xtagandi, chunki Alloh rizosi uchun deyilgandi. Va qaytib Bilolning yoniga o'tirdi. Bilol avval qizning ismini so'ragandi. Robiya edi ismi. Naqadar go'zal ismi bor edi. Lekin Robiya Bilolning yuziga ham qaramay, yerga qarab namoz haqida gapirayotgandi. Bilolga esa bu narsa yoqmayotgandi. Chunki o'nlarcha, yuzlarcha qiz Bilolning orqasidan yurgandi. Robiya Bilolga xuddi bir olima kabi namoz haqida gapirayotgandi. Lekin bu paytda Bilolning fikri boshqa joylarda edi. U Robiyaga qanday qilib tuzoq qurish haqida o'ylayotgandi. Shu payt Bilolning qo'liga bir ari qo'ndi. Bilol shu fursatdan foydalanib, xuddi qo'lini ari chaqqandek silkita boshladi. Robiya esa bexosdan, "Yaxshimisiz?" deb Bilolning qo'lini ushladi. Va shu payt daraxtning orqasidan kimdir ularni rasmga olgandi. Ha, bu Bilolning odami edi. Va ertasi kun Bilol do'stlari bilan o'tirib, rasmga qarab, qahqaha otishayotgandi. "Senga qoyil qolish kerak. Buni qanday ilintirding? Biz qizni nomusli, odobli deb o'ylagandik. Lekin u sen bilan kuppa-kunduzi qo'l ushlashib turibdi", deb rasmga qarab kulishayotgandi. Biroz vaqtdan so'ng rasm butun universitetga tarqalib, uni hamma ko'rgandi. O'qishning eng nomusli, odobli qizi bir erkak bilan qo'l ushlashib o'tirgandi. Va Robiya o'zi haqida chiqqan g'iybatlarni eshitib, rasmlarni ko'rib, dunyosi boshiga yiqilgandi. Hamma Robiyaning ustidan kulayotgandi. Lekin u Bilolga qattiq ishongandi.
Robiya Bilolni topib yoniga bordi va bu safar u Bilolning ko'zlariga tik qarayotgandi. O'zi jim turgandi, lekin ko'zlari faryod qilayotgandi. Bilol bu ko'zlar qarshisida erigandi. Robiya gapirmasdan jimgina u yerdan ketdi. 1 kun, 2 kun, 3 kun, 1 hafta. Robiya o'qishga kelmayotgandi. Bilol esa har kuni uni qidirayotgandi. Chunki u Robiyani unuta olmayotgandi. Kechqurunlari tushlarga kirayotgandi Robiya. Uni topib uzr so'rash kerak edi, chunki unga oshiq bo'lgandi. Va ancha vaqtdan keyin Bilol Robiyaning uyini topgandi va eshigini taqillatdi. Eshikni Robiya ochdi. To'g'risida Bilolni ko'rib hayron qoldi va boshini yerga egib, "Keling" dedi. Bilol gapni aylantirmasdan Robiyaga qarab, "Menga turmushga chiqasanmi?" dedi. Robiya Bilolga qarab, "Bu safar qanaqa tuzoqlar qo'yyapsiz?" deb eshikni yopdi. Peshin payti edi. Robiya namoz o'qish uchun azonni kutayotgandi va shu payt azon aytila boshladi. Bu qanday chiroyli ovoz edi. Xuddi azonni Hazrati Bilol aytayotgandi. Robiyaning ko'zlaridan yoshlar oqa boshladi. Chunki oldin bunday chiroyli ovozda azon eshitmagandi Robiya. Va azon tugadi. Azonning orqasidan yana bir ovoz eshitildi. Bu Bilol edi. Robiya, har narsada bir xayr bor deyshadi. Agar bu narsalar bo'lmaganida men namozni boshlamas edim. Sening o'sha qarashing meni to'g'ri yo'lga soldi. Iltimos, Me'rojda hadya qilingan namoz hurmatiga meni kechir, dedi. Robiya ko'zlarida yosh bilan masjidga qarab yugura boshladi. Jamoat namozni o'qib chiqqandi. Ichlarida Bilol ham bor edi. Robiya Bilolni chetda kutib turdi. Bilol Robiyani ko'rib yoniga bordi. "Koshki bu gaplarni hammaga eshittirmasayding", dedi Robiya. Bilol, "Meni kechir, ahmoqlik qildim. Do'stlarim bilan garov o'ynagandim", dedi. "Yo'q, uni aytmayapman", dedi Robiya. "Unda nimani aytyapsan?" dedi Bilol. "Azondan keyin aytgan gaplaringiz", dedi. "Men faqat azon o'qidim-ku", dedi Bilol. Robiya hayron qolgandi va Bilolga azondan keyin aytgan gaplarini aytib berdi. Bilol hayratlar ichida eshitayotgandi. Robiyani aytgan gaplarini Bilol azondan keyin qo'llarini ochib ichida qilgan duosi edi. Buni Robiya qanday eshitgandi? Albatta, olamlarning Robbisi Alloh eshittirgandi Robiyaga. Bilol Robiyaga hammasini aytib berdi. Robiya ham hayratda qolgandi. Demakki Alloh ularni bir-biriga yozgandi va Bilol takror Robiyadan so'radi. Robiya hammasini unutib, "Menga turmushga chiqasanmi?" dedi. Robiya uyalib yerga qarab, "Keling, dadamdan so'rang", deb uyi tomon ketdi.